قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 31-darsni o'qiymiz. Ya'ni ikkinchi qism kitobimizning eng oxirgi darsini o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda yangi mazmun biz ilgari so'zlab o'tgan sifat mavsufni bir qatim takrorlab o'tmoqchi. Biz sifat mavsuf haqida ilgari darslarimizda to'xtalib bo'lgan. Shunga bu yerda tafsiliy to'xtalmaymiz, lekin qisqacha eslab o'tamiz. Ya'ni sifat mavsufga qanday qiladi ergashadi. Oldi bilan biz sifat mavsufni bir tushunaylik. Masalan, sifat degan nima desa, biz ma'lum shay'ini, ma'lum ismni sifatlash uchun keltirgan so'z. Masalan, hada qalamun jamilun. Bu chiroyli qalam desam, bu yerdagi hada qalamun jamilundagi jamilun sifat deymiz. Bu nimani sifatladi? Qalamni sifatladi. Unda bo'lsa, shu jamilun degan sifat sifatlangan qalam degan so'zga 4 xil jihatda ergashadi. Ya'ni qaysi jihatda deganda, birinchidan harakatda ergashadi. Ya'ni sifatlanguchi zivar o'qilgan bo'lsa, sifatni zivar o'qiladi, pash o'qilgan bo'lsa, sifatni pash o'qiladi, zir o'qilgan bo'lsa, zir o'qiladi. Demak, bu sifatlanguchiga qanday qiladi? Harakatda ergashadi. Birinchidan. Ikkinchidan, sifatlanguchiga jinsda mas holatda keladi. Ya'ni sifatlanguchi erlik ism bo'lsa, sifatmi erlik shaklda keladi. Sifatlanguchi ayollik bo'lsa, sifatlanguchi ayollik holatda keladi. Masalan, qalamun jamilun, hada qalamun jamilun degan jumlada qalamun erlik bo'lg'achqa jamilun muchu erlik holatda keldi. Endi bu ayollik shaklda bir ismni sifatlab kelsa, masalan, hadihi sa'atun jamilatun deb mushunga o'xshash. Bu yerda jamilatun deb soatun ayollik bo'lganlik uchun jamilatunmu ayollik shaklda keladi. Ikkinchidan jinsda. Uchinchidan-chi desa sonda ergashadi. Sonda. Ya'ni sifatlanguchi birlik bo'lsa, sifatmi birlik holatda, sifatlanguchi ikkilik bo'lsa, sifatmi ikkilik, sifatlanguchi ko'plik shakldagi ism bo'lsa, sifatmi ko'plik shaklda keladi. Masalan, hadihi kutubun jududun. Hadihi kutubun jududun. Bu yangi kitob. Unda bo'lsa kutubun deb kitob ko'plik kelgan ekan, jududunmuchu ko'plik, jadidun yangi degan bu sifatmi sifatlangan kitobga mas holatda ko'plik holatda kelishi kerak. Undan boshqa hadani talibani jadidani. Bu yangi ikki o'quvchi. Taliban ikkilik bo'lgan ekan, sifatmi qanday keldi? Ikkilik keldi. Demak, uchinchidan sifatlanguchiga, ya'ni sifat mavsufga sonda ergashadi. To'rtinchidan iniqsizlikda ergashadi. Ya'ni sifatlanguchi iniq ism bo'lsa, sifatmi iniq holatda keladi. Sifatlanguchi iniqsiz bo'lsa, sifatmi shu iniqsiz keladi. Ya'ni iniqsizlikqa qanday bo'ladi deganda, ya'ni sifatlanguchi alif lam bilan bo'lgan bo'lsa, bu iniq bo'lgan bo'ladi. Agar sifatlanguchi alif lamsiz bo'lgan bo'lsa, bu iniqsiz ism bo'ladi. Biz buni birinchi qism kitobimizda o'rgangan. Masalan, هذه الكتاب مثلا هذه الكتاب الجديد. Bu yangi kitob. هذه الكتاب الجديد. Bu yerda el-kitob alif lam kirdi, el-jadid qana qildi, alif lam kirdi. Endi هذا الكتاب الجديد. هذا الكتاب. هذا الكتاب الجديد. Endi alif lamni ilivetsek kitobdan, ya'ni sifatlanguchidan hada kitabun jadidun. Kitabun alif lamsiz keldi, jadidun mucho alif lamsiz keldi. Mana shunga o'xshash. Birinchidan harakatda, ikkinchidan jinsda, uchinchidan sonda, to'rtinchidan iniqsizlikda, ya'ni alif lamsizlikda sifatlanguchiga mas holatda ergashib keladi deymiz. Mana bugungi darsimizdagi sifat mavsuf ahvoli mana shu. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Ad-darsul hadi va 31 dars. Bismillahirrohmanirrohim. Bu o'qituvchilarning Ali o'ttirisiga dialog ekan. Ayna talibanil jadidan. Yangi ikki o'quvchi qayerda? Qarang, taliban ikki bo'lgan ekan, sifat bo'lgan so'zmi jadidan deb ikkilik holatda. At-taliban alif lam bilan kelgan ekan, sifatmi-chu alif lam bilan keldi deymiz. Huma fil maktabati. O ikkisi kutubxonada.
Zahaba liya'khudal kutubal muqarrara. Ketdi u ikkisi darslik kitobni elish uchun. Mata zahaba qachon ketdi? Zahaba fil hissati thaniya. İkinci yillikda ketdi. Ya ustaz, uridu an ashtariya mu'jaman arabiyyan. Ey ustaz, Arabcha lug'at setib olishni xohlayman. Uridu an tadullani ala mu'jamin jayyidin. Yaxshi lug'atga boshlab qo'yishingizni umid qilaman. Ishtaril mu'jamal wasita. Mu'jamal wasitni setib oling. Fa innahu mu'jamun jayyidun. Chunki u yaxshi lug'at. Al-yawm yantahi al-juz'u thani. Bugun ikinci qism tugaydi. Mata nabda'ul juz'u thalis. Üçüncü qismni qachon boshlaymiz? Fil usbu'ul qadim inshaalloh. Alloh xolisa kelar hafta boshlaymiz. نقرأ اليوم الصفحتين الأخيرتين من الجزء الثاني. Bugün oxirgi ikinci qismdan oxirgi ikki betni o'qiymiz. Dal bugun ikinci qism qanday qiladi? Tugaydi. Qaraydigan bo'lsak, biz sifatni mavsuf agishidi degan, ya'ni harakatda agishidi dedik. Masalan, mu'jamin jayyidin yaxshi lug'at. Bu yerda jayyid lug'atni qanday qildi? Sifatladi. Mu'jamin zira qilganlik uchun jayyidni qanday qildi? Zira qildi. Bu yerda mu'jamun pashu qilganlik uchun jayyidni qanday qildi? Pashu qildi. Demak, sifatninki mustaqil iddisi bo'lmaydi. Faqat mavsuf qanday qiladi? Agishidi. Shuning uchun biz sifatlarni nima deb ataymiz? Tabi'lar, agashkuchilar deb ataymiz. Arab tilida ma'lum bir bo'lak so'zlar bor. Bu tabi'lar deb atalgan. Shularning birisi sifat. Ya'ni o'zi mustaqil emas, cho'qim boshqalar qanday qiladigan agishib harakatlanadigan. Tamarin ko'nikmalar. Ajib anil as'ilatil atiya. Tundagi savollarga javob bering. Birinchisi, ayna zahabat talibanil jadidan? Yangi ikki o'quvchi qayerga bordi? Qayerga ketdi? Valima, nima uchun? Naketgan. Mada yuridu Ali an yashtari? Ali nima sotishni xohlaydi? Mata yabda'u tullab al-juz'u thalith? O'quvchilar 3-qismni qachon boshlaydi? Tekstga asosan javob bersizlar. Buni daftarga yozib ishlaysizlar. Ta'ammal ma yali tuandakilarni muloyiza qiling deydi. Indi mu'jamun jayyid. Bu yerda jayyid na'd deydi, sifat deydi. Qaranglar, an-na'tu sifat agishidu man'ut sifatlanguchiga tuandagi ishlarda. Birinchidan i'robda deydi. I'robda degani shu harakatda degan gap. Ya'ni hada kitabun jadidun. Bu yangi kitob. Kitabun pashu qilgan ekan, jadidun qanday qildi? Pashu qildi. Mana buningki bu i'robda, ya'ni harakatda agashgani. Qara'tu kitaban jadidan. Yangi kitobni o'qidim. Kitaban zivara qilg'achqa jadidan mucho zivara qildi. Bu yerda jadidan nima pashu qildi desa, kitaban pashu qilg'achqa desak ham bo'ladi. Jadidan nima uchun zivara qildi desak, kitaban zivara qilg'achqa desak bo'ladi. Hada ismu kitabin jadidin. Bu yerda kitobin zivara qilg'achqa jadidan qanday qildi? Zivara qildi deymiz. Ikkinchidan erlik va ayollikda. Ya'ni sifatlanguchi erlik bo'lsa, sifatmi erlik, sifatlanguchi ayollik bo'lsa, sifatmichu ayollik keladi. Masalan, Ahmadu lahu ibnun kabirun. Ahmad uning cho'ng bolasi bor. Ibnun kabirun. Ibnun o'g'il bo'lg'achqa kabirun qanday keldi? Erlik holati keldi. Va bintun sag'iratun va kichik qizi bor. Bintun qiz bo'lg'achqa sag'iratun deb ta'bilan ayollik shaklida keldi deymiz. Mana bu nimadagi ishi? Erlik va ayollikdagi ishi. Uchinchidan birlik, ikkilik va ko'plikdagi ishi. Ya'ni sondagi ishi. Birlik bo'lsa birlik, ikkilik bo'lsa ikkilik, ko'plik bo'lsa ko'plik. Masalan, lana mudirun solihun. Bizning yaxshi mudirimiz bor. Ya'ni yaxshi deb mudirni qanday qildi? Solih sifatladi. Sifat mudirni qanday qildi? Agashdi. Mudir birlik bo'lgan ekan, solihmichu birlik keldi. Va mudarrisan jayyidan. Va ikki yaxshi o'qituvchimiz bor deydi. Yaxshi deb jayyid qanday qildi? Mudarrisni sifatladi. Mudarrisan ikkilik bo'lg'achqa sifatmi jayyidan deb qanday keldi? Ikkilik keldi. Va zumala mujtahidun. Va tirishchan o'quvchilar bor. Bu yerda tirishchan deb o'quvchilarni sifatladik. Zumala o'quvchilar ko'plik bo'lg'achqa mujtahiduna deb sifatmi ko'plik keldi. Demak, bu sifatning mavsufga sonda agishishi. To'rtinchisi ta'rif va tankir. Aniq va aniqsizlikda agishidir.
Ya'ni alif lamliq bo'lsa, sifatmi alif lam, sifatlanguvchi alif lamsiz bo'lsa, sifatmi alif lamsiz keladi. Masalan, indi sayyaratun jadidatun. Menda yangi mashina bor. Sayyaratun alif lamsiz keladi, jadidatun alif lamsiz keldi. As-sayyaratul jadidatu ghaliyatun. Yangi mashina qimmat. Yangi deb mashina qanday qildik? Sifatladik. Sayyara alif lamliq bo'ladi, al-jadidmi qanday keldi? Alif lamliq keldi. Ayna Muhammadul Yabani? Yapulluq Muhammad qayerda? Mədə Muhammad yapulluq deb Muhammadni yapın deb qanday qildik? Sifatladik. Endi Muhammad bu yerda aniq ism. Muhammad deganda mu aniq Muhammadni ko'rsatgan aniq ism bo'lg'achqa, buni sifatlaydigan Yabani degan so'zmi aniq holati nim bilan kelishi kerak? Alif lam bilan kelishi kerak. Bu yerda alif lam bilan kelishi kerak deb tushuntirishning maqsadi aniq bo'lsa aniq, aniqsiz bo'lsa aniqsiz. Bu yerda Muhammadni bu aniq qismga alif lam kelmaydi. Bu aslidan bir aniq ism. Onda bo'lgan ekan bunun keldigan sifat alif lam bilan aniq holatda shu kelishi kerak deymiz. Hati daftarakal awwal. Birinci defterini ekel. Bu yerda defter ne bo'ldi? Sifatlendi. Birinci defter deb defterni qanday qildik? Sifatladik. Birinci degan gap bilan al-awwallan. Defter bu yerda aniq deymiz. Nima uchun aniq? Chunki bu yerda mudofun ilayh buni qanday qildi? Aniqladi. Birinci defteringizni, sizning defteringiz deb defterni siz deganga izofat qilib kap qanday qildi? Aniqladi. Ya'ni mudof bo'ldi, aniqlanguvchi. Bu aniqlangan ekan, buning qilgan sifatmi alif lam bilan aniq holatga kirish kerak deymiz. Mana bu sifat mavsufning ahvoli. Biz buni ilgirki darslarimizda so'zlab bo'lgan. İkincisi ayinin na'ta vel men'unata fi kulli misalin mimma ya'ti. Tövendeki misallardaki hammasiki sifat ve mavsufni muayyanlashtiring deydi. Sizlar tövendeki cümledeki sifatning ostiga bir siziq, sifatlanguvchining ostiga ikki siziq chizib chiqsizlar. Bu sizlarga topshiriq. Üçüncüsü akmil kulla cümletin mimma ya'ti bina'tin munasibin vazbithu bi şeklin deydi. Tövendeki hamma cümleni munasib sifat bilan to'liqlang ve şekil bilan bekiting. Qanday o'qiymiz? Aniq bekiting deydi. I'robni, harakatni. Akeltu ta'aman qanday tamoq yedim? Tayyiban. Tayyiban yoki jayyiden yoki lazizen. Shunday-ku mizlik tamoq yedim. Akeltu ta'aman lazizen. Bu yerga laziz, mizlik deb tamoqni qanday qildik? Sifatladik. Laziz deb. Oxirni lazizen deb nima o'qidik? Zivar o'qidik. Nima uchun? Biz sifatlanmoqchi bo'lgan sifatlanguvchi ta'am zivar o'qilg'achqa sifatni zivar o'qiymiz. Wa sharibtu qahwatan barid. Nima? Harratan yoki baridatan. Va so'q qahva ichdim desak, qahvatan baridatan. Qahvatan oxirida ta bo'lg'achqa baridatan mutavilan keladi. Qahvatan zivar o'qilg'achqa baridatan deb muchu umu zivar o'qiladi. Ayna tullabu al-jududu. Alif lamliq kelgachga ayna tullabul jududu deb al-jududumu qanday keladi? Alif lamliq keladi. Jududu deb tullab ko'plik bo'lgachqa bu jadiduning ko'pligi jududuchu keladi. Demak bu yerda biz sifat akaga vaqtimizda sifatlanguvchiga diqqat qilamiz. Ko'plik bo'lsa sifatnimi ko'plik, birlik bo'lsa birlik, erlik bo'lsa erlik, mas holatda biz ilgari so'zlagan qoidalarga diqqat qilib mas holatda sifat akalamiz. Qolganini o'zing anglashib boqing. Xo'p, sog'doshlar, unda bo'lsa bizning ikkinchi qism kitobimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh 3-chi qism kitobimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.